Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Mening ismim Farruh. 12 yildan buyon universitet talabalariga dasturlash va dasturlashga oid fanlardan dars berib kelayotgan o'qituvchiman. Faoliyatim davomida shunday bir xulosaga keldimki, texnologiyalar ko'payib, rivojlanib, imkoniyatlar soni oshib borgan sari insonda kamroq mehnat evaziga ko'proq samaraga erishish, qo'shtirnoq ichida aytganda yoqimli dangasalik kayfiyati sinxron ravishda oshib borar ekan. Xo'p, aslida ham shunday-ku. Texnologiyalar insondagi qaysidir mushkulliklarni yengillashtirish uchun ishlab chiqiladi. Hozirgi kunda axborot texnologiyalari, xususan sun'iy intellekt modellarining jadal rivojlanib, kengayib borishi dasturlash sohasiga ham o'z ta'sirini o'tkazdi. Nafaqat ta'sirini o'tkazdi, balki katta bir inqilob yasab boshladi. Bugungi kunda koderlar, ya'ni dastur kodlarini yozuvchi kasbiga ehtiyoj juda kamayib ketdi. Sababi bu ishni sun'iy intellekt modellari o'z zimmasiga oldi. Qisqa vaqt ichida tezkor va talablar darajasida kod generatsiya qilib berish bugungi kunda oddiy holatga aylanib qoldi. Xo'sh, unda koderlarga ish qolmadimi? Yo'q. Ularga aksincha ishlar ko'paydi, imkoniyatlar oshdi. Ilgari jamoa bo'lib 8 kishi, 10 kishi bo'lib, katta loyihalarni oylab, bir necha oylab yoki haftalab qurgan bo'lsa, hozirda bitta dasturchining o'zi sun'iy intellekt modelidan foydalangan holda 3 kun, 1 hafta yoki 10 kunda katta hajmli loyihalarni qurib qo'yishyapti. Endi savol tug'iladi. Shunday imkoniyatlar bor ekan, hamma ham dasturchilik bilan shug'ullanishi mumkinmi endi? Ha, shug'ullanishi mumkin. Aslida bu haqiqat. Lekin bu qanday amalga oshiriladi? Buning uchun ba'zi bilimlarni bilish kerak bo'ladi. Bizda hayotimizda yoki kichik bir masalamizda qaysidir dastur kerak bo'ladigan bo'lsa, u dasturni qurish uchun dasturlashda yordam beradigan sun'iy intellekt modeliga shunchaki oddiy bitta tabiiy tilimizdagi ko'rsatmani yozamiz va u dasturni bizdan tushunib olgan darajasida yozib beradi. Xo'p, va bu masalalar kichik hajmli masalalar uchun bu unchalik muammo tug'dirmaydi. Ammo bizda jiddiy masalalarni yechishga mo'ljallangan dastur qurish ehtiyoji paydo bo'lsa yoki buyurtma asosida dasturiy loyihalarni ishlab chiqish kerak bo'lsa, endi bizga qo'shimcha ba'zi bilimlar kerak bo'ladi. Bunday bilimlarni universitetda bir qator fanlarga bo'lib, mavjudlashtirib o'qitiladi. Masalan, ma'lumotlar tuzilmasi, algoritmlashtirish, dasturiy loyihalarni qurish, dasturiy ta'minot arxitekturasi kabi bir qator fanlarda o'qitiladi. Ushbu kanalni kuzatib borish orqali esa siz amalda to'g'ridan-to'g'ri ushbu bilimlarni o'zlashtirib olishingiz mumkin. Qanday bo'ladi deysizmi? Men har bir jarayonni, dasturiy loyihani qurishdagi har bir jarayonni bosqichlarga bo'lib, promptlarni, ya'ni ko'rsatma matnlarini sizga ham havola qilib, ko'rsatib, aytib boraman. Shu jarayonda kerakli bo'lgan, boyagi yuqorida aytilgan qaysidir fanlardan kerak bo'lgan, talab qilinadigan bilimlarni shu amaliyotda birdan aytib, ham amalda ko'rsatib o'taman. Bu esa sizga to'g'ridan-to'g'ri avtomatik o'sha bilimlarni o'zlashtirib olish imkoniyatini beradi. Xo'sh, siz dasturchi bo'lishga tayyormisiz? Unday bo'lsa, ishni boshlaymiz. Avval dasturiy loyihalarni qurishga mo'ljallangan sun'iy intellekt modellaridan biri, bugungi kunda eng ommalashib borayotgan model Claude haqida gaplashamiz. Uning tashqi ko'rinishi, u bilan ishlash prinsiplari haqida ozroq fikr yuritamiz va dastlabki bugungi bilim uchun qisqacha sodda bir dasturni loyihalash jarayonini ko'rsatib o'taman. Bu katta amaliy ahamiyatga ega bo'lmasa-da, boshlang'ich tasavvurlarni hosil qilish uchun yetarli bo'ladi deb o'ylayman. Keyingi videolarda haqiqiy amaliy masalalarni yechishga mo'ljallangan ahamiyatli dasturlarni qurishga kirishamiz. Dasturlarimiz videolar navbati bo'yicha borgan sari murakkablashib, kengayib borish xususiyatiga ega bo'ladi. Bu borgan sari sizda tajribalarni, mahoratlarni kengaytirib, oshirib borish imkoniyatini hosil qilishda xizmat ko'rsatadi.
Qani, unda ketdik, boshlaymiz. Bugungi kunda dasturlash uchun ishlatiladigan ko'plab kuchli AI modellar mavjud. Ulardan bir qanchasini quyida ko'rib chiqishimiz mumkin. Bular eng ommalashganlari hozirgi kunda. Claude, GPT, Gemini kabi yopiq modellar hamda DeepSeek, Queen, Kimi, Llama kabi ochiq kodli variantlar mavjud. Bu yerda bir muhim haqiqatni aytib o'tish lozim. Bu yerda bularning orasida eng zo'ri degan tushuncha yo'q. Ya'ni bularning har birining o'ziga xos kuchli tomoni mavjud va o'zaro reytingi deyarli har oyda o'zgarib turadi. Bu kanalda biz Claude bilan ishlaymiz. U kod yozishda eng kuchlilardan biri hisoblanib, uni tez va oson boshqarishga yordam beradigan qulay vositalar mavjud. Keling endi u bilan yaqindan tanishib chiqaylik. Claude Anthropic kompaniyasi yaratgan katta til modeli hisoblanadi. Ya'ni inglizcha aytganda large language model, ya'ni katta til modeli. Oddiy qilib aytganda, u bilan xuddi odam bilan gaplashgandek oddiy, jonli tilda muloqot qilasiz. U foydali va o'g'irlanmagan holatda, shuningdek, xavfsizlik nuqtai nazaridan zararsiz demak bo'lishiga mo'ljallab ishlab chiqilgan. Claude'ning ichki qismlariga chuqur kirib o'tirmaymiz. Bizga uni yaxshi ishlatish uchun kerak bo'ladigan asosiy tushunchalarni tushunib olishimiz muhim hisoblanadi. Claude Transformer deb ataladigan neyron tarmoq asosida qurilgan. Bugungi barcha yirik til modellari mana shu oilaga mansub. U juda katta hajmdagi matn ustida o'qitilib, tilning qonuniyatlarini o'rgangan. Siz unga yozganingizda javobni o'sha qonuniyatlarga tayanib so'zma-so'z hosil qiladi. Bu yerda 3 narsani doimiy yodda tutish kerak. Birinchisi, Claude ma'lumotlar bazasi emas. Ba'zan u ishonchli tarzda ma'lumot bergan taqdirda ham javobda noto'g'ri ma'lumot yoki xato ma'lumot berib qolinishi mumkin. Buni hallucination deyiladi. Shuning uchun muhim narsalarni doim tekshirish kerak bo'ladi. Muhim qadamlarda ma'lumotlarni ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Bir ko'z yugurtirish kerak bo'ladi javobga. Ikkinchisi, uning bilimi ma'lum bir sanagacha bo'ladi. Eng yangi ma'lumot uchun internetdan qidirish kabi vositalardan, qo'shimcha vositalardan foydalanadi. Uchinchisi, u bir vaqtning o'zida faqat cheklangan hajmdagi matnni esda tutadi. Bu kontekst oynasi deyiladi. Claude'dan foydalanish oson. Brauzerda claude.ai saytiga kirsangiz yoki desktop va mobil ilovalardan foydalansangiz bo'ladi. Ro'yxatdan o'tib, oddiygina yozib u bilan suhbatlashishingiz mumkin. Boshlash uchun bepul tarif ham bor. Shuning uchun bugunoq sinab ko'rishingiz mumkin. Shu yerda bir narsani aytib o'tish kerak. Bepul tariflari, tokenlari qisqaroq, qisqacha buyruqlarga ishlov berishga mo'ljallangan. Claude'da dasturiy loyihalar qurish, matnlarni generatsiya qilish bilan bog'liq jiddiyroq yoki kattaroq hajmdagi ish qilmoqchi bo'lsangiz, albatta uning pullik versiyasini sotib olishingiz kerak bo'ladi. Aks holda ishning qaysidir nuqtasida to'xtab qolaveradi. Chunki Claude o'ziga o'zi prompt matnlarni generatsiya qilib, o'zini o'zi ishlatishi ham mumkin. Ya'ni ko'p holatda shunday bo'ladi. Siz bir buyruq berasiz, u buyruqni tahlil qiladi, buyruqni yana o'ziga keng ko'lamli buyruqqa ko'rsatma matniga aylantiradi, uni bajaradi, qadamlarga bo'ladi, bajaradi, natijani tekshiradi, taqdim etadi. Mana shu jarayonda o'zi uchun kerakli promptlarni yana generatsiya qilib olib, o'zini o'zi ishlatadi. Mana shunaqa jarayonda bepul versiyasining tokenlar hajmi yetmay qoladi ko'p holatlarda. Shuning uchun pullik versiyasi ma'qulroq. Endi Claude desktop ilovasi interfeysi bilan tanishishimiz mumkin. Chap tomonda suhbatlar, ya'ni chatlar tarixi saqlanib turadi. U yerda yuqorida yangi suhbat tugmasini bosish orqali yangi chat ochish ham mumkin. Markaziy qismda suhbatning o'zi, qaysi chat belgilangan bo'lsa, o'sha chatdagi suhbat, sizning xabaringiz, Claude'ning javoblari turadi. Pastki maydonda xabar yozishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda demak, qistirg'ich tugmasi orqali fayllarni, rasm, PDF kabi fayllarni biriktirishingiz mumkin. Yuqorida yoki hozirgi kunda desktop ilovalarida quyi pastki chap tomonda qaysi versiyadan foydalanishingizni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni versiyasini tanlash menyusi ko'rsatiladi.
Cloud'da umuman olganda sun'iy intellekt modellarida yaxshi natija olish uchun avvalambor u bilan muloqot qilish uslubiga ega bo'lish kerak bo'ladi. Ya'ni unga aniq kontekst berish kerak, maqsadlarni aniq ko'rsatish kerak, istagan natijalarni aniq qilib aytish kerak. Kerak bo'lsa namunalar, misollar berib ko'rsatish kerak va kichik-kichik qadamlarga bo'lib uni demak ishlatish kerak bo'ladi. Ya'ni undan so'rash kerak, unga bergan javobini ko'rib, tekshirib, yana qaytadan sayqallab, to'g'rilab borish kerak bo'ladi. Har qanday chatda ham ochishda o'sha sun'iy intellekt chatini ochishda birinchi bo'lib demak unga kim ekanligini aytiladi. Masalan, sen 20 yillik tajribaga ega senior darajali dasturchisan. Sening vazifang, ana endi ikkinchi o'rinda uning vazifasi aytiladi. Sening vazifang men aytgan g'oya asosida, men bergan ko'rsatmalar asosida dasturiy loyihalarni qurib berish. Undan keyin vaziyat tushuntiriladi. Ya'ni g'oya aytiladi, qanaqa holatda ishlashi, qaysi platformada ishlashi, qanday ishlashi, ma'lumot beriladi-da, undan keyin bosqichlarga bo'linib, demak, birinchi bosqichni ishlab chiqishni boshla deyiladi-da, pastdan promptni tagida yozib qo'yiladi. Ish jarayonida qandaydir savollaring paydo bo'lsa, mendan so'rashing mumkin. Ya'ni bu yozishdan maqsad bu matnda Claude umuman sun'iy intellekt modellari ishlayotgan jarayonda qaysidir bo'linish nuqtasiga kelib qoladi. O'sha bo'linish nuqtasida qaror qabul qilish uchun sizdan so'raydi keyin. Ya'ni mana bu variantlar bor, qaysi birini qo'llaymiz? Agar siz savollaring bo'lsa mendan so'ra degan jumlani qoldirmasangiz, o'zi bittasini ma'qul topib tanlab ketaveradi. Natijada demak erishilgan natija sizga ma'qul bo'lmay qolishi mumkin. Dasturni qurishda ikki narsani birga ishlatishimiz kerak. Cloud chati, ya'ni chat qilinadigan, suhbat qilinadigan, siz o'ylaydigan, rejalashtiradigan va o'rganadigan joy. Cloud kod esa haqiqiy kod qurish, dasturiy loyihani qurish uchun mo'ljallangan agent. U loyiha ichida kodni o'qiydi, yozadi va ishga tushiradi, tekshiradi, xatoliklarni o'rganadi, testlaydi va qadamlarni siz bu jarayonda boshqarib borasiz va natijada eng so'nggi tayyor loyihani sizga taqdim etadi. Bu jarayonda Cloud kod bilan ishlash jarayonlarini boshqarish, unga ko'rsatmalar berish bilan bog'liq savollaringiz bo'lsa, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, Cloud'ning chat bo'limiga o'tib, u bilan gaplashib olaversangiz bo'ladi. Demak, mana shu asosiy ikkita qism bilan ishlaymiz dasturchi sifatida. Xo'p, mana bugungi videomizda eng qiziqarli qismiga yetib keldik. Bu yerda bir kichik dasturni kichik bir loyiha sifatida ko'rsatib berish, ya'ni Cloud'da generatsiya qilish jarayoni. Bu muammo sifatida kuchli parolni generatsiya qilish masalasi qo'yildi. Ya'ni parol generatori dasturini qurish. Va buni g'oyasini demak Cloud'ga kiritganimda u yana kengaytirib loyihani mustahkamlab berdi. Masalan, aytilyapti kuchli parol generatori. Bitta, ya'ni web brauzerda ishlaydi, index.html faylida ishlaydi. Demak, brauzerda ochiladi, server bo'lishi shart emas. Hozircha API kalitlar yo'q, shunchaki internetsiz brauzerda, lokal kompyuterda ishlab beradigan ilovacha, kichkina bir ilovacha. Xo'sh, qanaqa imkoniyatlar bor? Uzunlik 32 ta xarakter belgigacha, demak, belgining turlari katta harflar, kichik harflar, raqamlar, maxsus belgilar va hokazo. Va generate tugmasini bosgandan so'ng kuchli parol darhol generatsiya bo'ladi. Copy tugmasini bosish orqali demak nusxalab olish mumkin bo'ladi va kuchlilik darajasini ham ko'rsatish imkoniyati bo'ladi. Demak, quyida bizda Cloud kod uchun promptlar berilyapti. Birinchi prompt karkas uchun, ya'ni tuzilmani qurib olish uchun mo'ljallangan prompt, ikkinchi prompt xavfsiz parol yaratish jarayonini tashkil etish uchun, uchinchisi nusxalash, kuchlilik ko'rsatkichini aniqlash uchun, to'rtinchi prompt demak o'xshash belgilarsiz, ya'ni bitta belgi yagona o'xshash belgilarsiz degani
i katta i bilan l o'xshaydi, 0 bilan o o'xshaydi. O'shanaqangi belgilarni qatnashtirmasdan aniq-aniq belgilar ishtirokida kuchli parol yaratishni buyrug'ini beradigan prompt. Demak, ushbu promptlarni berishni boshlaymiz. Nusxalab olamiz. Birinchisini mana bu yerga bossak nusxalanadi. Mana yuqorida chat bor, coworking bor, ya'ni jamoaviy ishlash bor, kod bor mana. Kodga o'tamiz. Kodda hozircha boshqa loyiha yo'q, mavjud emas. Quyidagi qismlardan loyihamiz qayerda joylashishini belgilab olamiz. Select folderdan papkamizni tanlab olamiz. Masalan, C-disk deylik. C-diskda parol degan papkani tanlaymiz. Bir papka qilamiz, tanlab olamiz. Bu yerda o'sha papkani ichida fayllar yaratish, o'zgartirishga ruxsat berasizmi deb ruxsat so'raydi. Trust Workspace tugmasini bosib qo'yamiz. Bo'ldi, endi o'sha papka bizga belgilandi. Endi boyagi nusxalab olingan promptimizni, matnimizni mana shu joyga tashlaymiz. Ctrl V, enter bosamiz. Cloud Code endi buni o'qib, o'rganib chiqadi, tahlil qiladi, birinchi ishni amalga oshirishni boshlab yuboradi. Mana endi bu yerda birinchi topshiriq bo'yicha ishlar muvaffaqiyatli bajarilganligi, index.html fayl yaratilganligi ma'lumoti ko'rsatilyapti xabari va o'ng tomonda o'sha brauzerdagi ko'rinishi ham gavdalantirib berilyapti. Endi bunga ikkinchi promptni beramiz. Ya'ni chat bo'limiga o'tib, boyagi chatimizga kiramiz. Bu yerda ikkinchi promptimiz xavfsiz parol yaratish masalasi edi. Nusxaligimizda yana kodga kirib ikkinchi promptni berib yuboramiz. Mana bu yerda ikkinchi prompt bo'yicha o'zgartirishlar index.html fayliga kiritib chiqildi. Ana endi parolni generatsiya qilish tugmasi va parolni qanaqa variantlarda generatsiya qilish imkoniyatlarini beradigan, demak, belgilash tugmalari bilan, bayroqchalar bilan chiqdi. Endi uchinchi promptga o'tamiz. Uchinchi promptni berishimiz kerak. Avvalgi chatimizdan uchinchi promptimizni nusxalaymiz, yana kodga qaytamiz. Ctrl V, enter tugmasini bosamiz. Mana uchinchi promptimiz bo'yicha ham kerakli ishlar amalga oshirildi, ya'ni parolni nusxalab olish tugmasi kiritildi. Keyingi oxirgi prompt matnini nusxalab tashlaymiz. Ya'ni o'xshash belgilarni kiritmaslik to'g'risidagi ko'rsatma berilgan. Mana so'nggi promptimiz ham o'z vazifasini bajarib bo'ldi. Endi xudo xolasa dasturimizni ishlatib ko'rsak ham bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, bir zumda bitta dasturiy ilova, web ilova generatsiya qilib qo'yildi. Mazami? Endi ishlatib ko'ramiz. Papkani ochamiz, boya belgilagan papkamizni. C-disk parol papkasi edi. Mana password generator indeksni ishga tushiramiz. Mana bu yerda parolimiz paydo bo'ladi. Kichik harflardan foydalanish, raqamlardan foydalanish, katta harflardan foydalanish, belgilardan foydalanish eng kuchlisi. O'xshash belgilarni kiritmaslik belgisini ham qo'yib qo'yamiz. Generate tugmasini bosamiz. Bizga mana shunaqangi murakkab parol generatsiya qilib berildi. Bu demak darajasi strong, o'ta kuchli. Mana bulardan ya'ni belgilardan bir ikkitasini kichik harflarni, masalan, belgilarni belgilamasdan generatsiya qilamiz. O'rtacha murakkablikdagi bo'ldi. Endi strong nusxalab olsak, demak, mana shu parol nusxalanib qoladi. Ana bugungi oddiy dasturimiz. Keyingi videolarni o'tkazib yubormang. Video sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bitta like ni bosib, a'zo bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda yanada qiziqarliroq dasturlarni tuzib ko'rsataman. Salomat bo'ling.